Chala birikta sportsmenchalar, chala birikta blogerchalar, mana bu taksichi bo'lish haqida qoralab, opasini yaxshilab video chiqaryapsizlar. Videoni boshdan oxirigacha o'z ko'zim bilan ko'rib, men o'zim fikrimni aytaman. Nima, sizlar bloger bo'lsanglar, sizlarni kuzatishsa, sizlarni ko'p podpischiklaring, ko'p layklaring bo'lsa, bitta bir haqli inson qoraga chiqib qolib, bitta bunaqa bir oq inson qoraga chiqib qolib, qora inson oqqa chiqib qolish kerakmi? Mashinada aytayapti. Opajon, bolangizga qarang, o'zini mashinasi haqiqatda любой inson mana shu taksichining o'rnida bo'lganda, unaqa muomala bo'lganda yaxshi muomala qila olmaydi. Asabiga qoyilman bu bolani. Ota-onasiga bergan tarbiyasiga mana shunday respekt bu taksichi bolani. To'g'risini aytaman, tanimayman, juda ko'pchilik blogerlar shu bolani yomonlayapti. Ikkinchi holatga kelsak, ana yukda jo'ja xo'rozchalar o'zidan nima po'lat talandarni kulturistni yasab olgan, nima hisob kitob deb kalendarni kalkulyatorda yasayotgan hisob kitobchilar kelib olib birinchi sura, nima bo'ldi? Mayli opang ekan, mayli bir singling ekan, boshqa ekan, o'zingga tegishli inson ekan, opachang ekan, ozroqgina so'rab, bo'lgan holatga tushuntirish kiritib, keyin urasanmi? O'zi urishing ham noto'g'ri. Senlar diniy video olib chiqasan, hisobda, kitobda minusda deb odamlar paniyatga berasan, lekin qilib o'tirgan ish musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. 5-6 kishing bo'lib kelib turib bu bolaga uryapsan, opang tuhmat qilyapti, o'tda joyda ba'zi bir blogerchalar chiqib olib turib, senlarni oqlayapti. Yo'q, bu taksichi bolani ota-onasiga rahmat, mana shunaqa paniyatga berib, mana shu tarbiya berganligi uchun. Ota-onasi yaxshi tarbiya bermaganda, shaxsan men bo'lganimda menga shunaqa ish qilsa, menga shunaqa tuhmat qilsa, og'zimdan chiqmagan so'z qolmaydi. Bir og'iz so'kinmadi, bir og'iz. Bu bolaga yomonlik qilmanglar, bu bolani qo'llanglar, bu bolaga hech qanday mana shunday taksichi akalarimiz ko'paysin, iymonli, insofli. Hali ham mana shu joyda shu bola video olgan ekan, bo'lmasa mana shu chala blogerchalar, mana bunaqa tanqid qilayotganlar, mana shu taksichini qamat o'rash kemayli, butun umriga yuzini yerga qaratib, hayotini 180 gradusga o'zgartiraveradi. Xalqim, haqni qo'llanglar. Xalqni qo'llasin. Oddiy odam bo'lsa ham haqmi? Blogerimiz sportsmenmi yomonlab chiqarsin. Sizlar haq tomonda bo'linglar. Xalq joninglar sog' bo'lsin. Mas taksichi bolaga respekt yana bir marta.